Salom do'stlar, robot ila agar haqiqatan silayotgandek ishlaversa, onlayn ham xarid qilgan bo'lardi degan insonlar uchun mana sizlarga ochiqcha ko'rsatib beraman. Bu robot yasashimizdan oldin bizda maqsad bo'lgan, что 10 ta 20 ta zilka ochsak ham hammasini foydada yopib berishi uchun biz $1 ga chiqqandan keyin stop loss qo'yadigan qilishimiz kerak edi. Agar $1 dan oshib ketadigan bo'lsa ham, u bozor ketdan misol uchun foydada yurishi kerak. Mana hozir sizlarga zilka ochilgan, yana ochib ko'rsatib beraman. Uni katta emas, lot 006 lotdan ochilyapti. Endi balansga qarab qo'yiladi bu hammasi. Qaranglar, ozgina hozir foydaga chiqadi, hammasini yopib boradi. Hozir bozor unaqa aksivniy emas, mana 1 minutlikda. Agar katta impulslar bilan tushib chiqqanda, u sразу yopib boradi hammasini. Mana ko'rishingiz mumkin, stop losslar qanaqa ishlashini. Mana ko'rasizlar, o'zi yopib ketyapti. Hozir yana ozgina chiqib beradi, hammasini yopib ketadi. Endi bizda signal beradigan indikatorlar ham bor. Ular alohida ko'rsatib beramiz uni. Mashina o'zi ham duch kelgan joyga ochilsa, misol uchun hozir bayga ochilgan, selga ochishni boshlayman. Selga foydaga chiqsa, selni ham yopib ketaveradi. Bayga, selga bu farqi yo'q. Mana ko'rasizlar, tek profit hammasini qo'yapti. Foydada, har bittasini foydada yopib tashyapti. Hop, mana istoriya kirsak ham mana. Odam ulgurmaydi bunaqa yopishga, har bittasiga tek profit stop loss qo'yishga, $1 ga chiqqandan keyin bezubitga qo'yishga. Mana hozir sell pozitsiyalar yana foydada yopilib ketdi, buy pozitsiya qoldi. Bu degani bitta joydan ham buyga, ham sellga ochib ishlasa bo'ladi. Mana bugungisi mana stop loss topyapti, lekin mana foyda. Qarasizlar, $1 ga bezubitga qo'ysa ham tepaga chiqib ketganida foydasi ancha ko'proq bo'ladi. Mana o'sha $103 ishlandi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Yana hozir ozgina buyga chiqadi, hammasini foydada yopib boradi.